Jizzax viloyat qo'riqlash boshqarmasi tashabbusi bilan sohada faoliyat yuritayotgan xodimlarning yo'l qoidalari, jumladan transportda harakatlanish borasidagi bilimlarini oshirish yuzasidan ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'llarda harakatlanish madaniyatini yuksaltirish maqsadida tashkil etilgan tadbirga boshqarma shaxsiy tarkibi hamda Jizzax shahar qo'riqlash bo'limi xodimlari jalb etildi. Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbir xodimlarning shaxsiy va xizmat avtotransport vositalarini kuz-qish mavsumiga qay darajada tayyorligini ko'zdan kechirish bilan boshlandi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtotransport vositalarini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlar hamda transport vositasiga tegishli hujjatlar ham o'rganib chiqildi. Tadbir davomida yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga kiritilgan o'zgartirish va yangiliklar, belgilar, chorrahalarda harakatlanishdagi ketma-ketlik tartibi hamda turli darajadagi yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaruvchi omillar xususida ham to'xtalib o'tildi. Shundan so'ng avtotransport vositalarining texnik sozligi, ya'ni dvigatel va harakat mexanizmining maromida ishlashi, shinalar holati hamda boshqa bir qator zaruriy jihozlarning mavjudligi ko'zdan kechirildi. Uchrashuv davomida xodimlarga avtotransport vositalarini boshqarganda tezlikni oshirmaslik va sergak bo'lish, yo'l harakati qoidalariga kiritilgan yangiliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lib borish, belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilish, yo'llarda harakatlanganda barcha harakat ishtirokchilarini hurmat qilish lozimligi tushuntirib o'tildi. Bu kabi tadbirlar Jizzax viloyat qo'riqlash boshqarmasi tomonidan tuman bo'limlari xodimlarini ham qamrab olingan holda doimiy ravishda o'tkazib kelinmoqda.